سلام سلام كمسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، azizlar, bugun siyratni o'rganamiz nomli turkum videolarimizning birinchi videosi bilan qarshingizda turibman. Xudo xohlasa bugun to'g'ridan to'g'ri siyrat darslariga kirishdan oldin, mavzulariga kirishdan oldin siyrat o'zi nima, siyrat nima emas, siyratning ahamiyati, uning muhimligi, foydalari va hozirgi aynan bu zamonimizdagi dolzarbligi haqida ba'zi savollarga javob berishga harakat qilaman. Keyingi darslardan Xudo xohlasa siyrat ilmining shakllanishi, siyrat adabiyoti va boshqa mavzularga qarab davom etamiz. Xo'p, endi birinchi bo'lib siyrat so'ziga ta'rif berishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Siyrat nima ekanligini bilganimizdan keyin uni yaxshiroq o'rganishga harakat qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Siyrat so'zi arabcha sayro yasiru sayratan so'zidan yurish, aylanish, yana yo'l kabi ma'nolarda keladi. Shu bilan birga siyrat so'zi ayni paytda tarjimai hol ma'nosida ham ishlatilinadi. Masalan, siratu ibn Hisham yokida siratu Imom Buxoriy yokida siratu Timur deganimizda Amir Temurning hayoti, tarjimai holi yokida Buxoriyning hayoti haqida biografiya deymiz, biografiyasi nazarda tutiladi. Lekin siyrat ilmi istilohda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xos, payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini va boshqa jabhalarini qamrab olgan bir ilmga biz siyrat deymiz. Endi buni bir rasmiy ta'rifini beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlaridan to vafotlarigacha bo'lgan davrdagi barcha voqealarning jamlanmasi desak bo'ladi, majmuasi desak bo'ladi. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, ko'p siyrat manbalarida, islom tarixining muhim manbalarida siyrat ilmining asosi o'laroq to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimizning tug'ilishlaridan boshlanmaydi yoki payg'ambarimizning vafotlaridan keyin tugamaydi. Misol uchun johiliyat davridan boshlanishi mumkin. Arablar qanday edi, hozirgi zamonda o'sha paytda payg'ambarimizni tug'ilishlaridan oldin u atrofdagi jo'g'rofiy holat qanday edi, siyosiy, iqtisodiy holat qanday edi, o'shani ta'riflash bilan boshlanadi. Keyin fil voqeasiga o'tadi va keyin esa nima bo'ladi? U yerdan vafotlarigacha boradi. Vafotlaridan keyin ko'p asarlarda unda ham tugamaydi. Xalifalarni, xulafoi roshidin haqida ham yoki ba'zi asarlarda to o'z davrlarigacha bo'lgan vaqtni yoritib bergan holda bir qisqa islom tarixi shaklida ham ko'rsatiladi. Ko'p siyrat manbalarida biz bilganlarda faqat ba'zi asarlar borki, faqat payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlari uchun bitilgan. Aynan o'shani ta'riflab berish uchun, tavsiflab berish uchun, hikoya qilib berish uchun yozilgan asarlar bor va ana shu ma'nodagi asarlarga, ya'ni payg'ambarimizni alayhissalomni umumiy ma'noda hayotlarini qamrab olgan katta qismi payg'ambarimizni hayotlarini qamrab olgan asarlarga biz siyrat kitoblari yokida asarlari deymiz. Endi siyrat yana nima degan savolga, payg'ambarimizni hayotlarini ichidagi axloqlari, odoblari, u zotning ijtimoiy munosabatlari, oilalari bilan bo'lgan munosabatlari, boshqa davlatdagilar bilan bo'lgan munosabatlari barchasi o'z ichida jamlanadi bu ilmni. Faqat ba'zilarda shunday tushuncha bor, siyratni qanaqadir bir xronologik ma'lumotlar to'plami deb o'ylashadi. Shu yilda tug'ilgan, shu yilda shu bo'ldi, shu yilda boykot bo'ldi, shu yilda shu bo'ldi. Yo'q. Unday emas. Siyrat ilmi aynan
faqatgina ma'lumotlar jamlanmasi emas, balki olamlarga rahmat bo'lib jo'natilgan anbiyolar sarvari Muhammad alayhissalomning hayotlarini hikoya qiladi bizga. Har bir lahzasidan dars olishimizga sabab bo'ladi va har bir voqea sabab va natija o'zi tarix shunday o'rganilishi kerak, lekin bu yerda yana ham ko'proq sabab va natija o'laroq, hikmat o'laroq nima bo'ladi? Bizda aks etadi. Faqatgina shu yilda shu bo'ldi emas, balki o'sha voqeani bo'lishiga sabab nima edi? Shu bilan birga siyrat bilan biz Qur'oni Karim 23 yil davomida tushgan bo'lsa, ana o'sha 23 yil davomida nimalar sodir bo'ldi, o'shalarni o'rganamiz kabi ko'p savollarga javob beradi. Shunchaki xronologik ma'lumotlar jamlanmasi sifatida emas, balki. Xo'p, endi siyrat ilmining ahamiyati haqida bir oz to'xtaladigan bo'lsak, bo'pti, siyrat nima ekanini tushundik. Xo'p, bu bizga nima beradi degan savoldan oldinroq o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni anglashlikning nima uchun muhimligi haqida ba'zi Qur'oni Karimdan va hadislardan boshqa iqtiboslardan o'rnak bermoqchiman. O'zi bu o'rnaklarni, misollarni, iqtiboslarni men agar beradigan bo'lsam, alohida bir video turkumi qilishimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalom haqida. Lekin biz kichkina misollar bilan cheklanib qolamiz. Siyrat ilmi haqida gapirishdan oldin olimlarga rahmat bo'lgan zotni eslashlik, shunchaki salovat aytishlik qanchalik savob ekanligini bilishimiz kerak. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima oyatidan salovat aytishlikka buyuriladi. Shu buyuk bir amr. Lekin endi tasavvur qiling, siz shunchaki salovat aytmayapsiz-da, bu zotning olamlarining eng o'rnak bo'lishga loyiq bo'lgan kishining hayotini o'rganyapsiz. Oilasini o'rganyapsiz. O'rtoqlarini, ashoblarini o'rganyapsiz. Qur'oni Karim qanday nozil bo'lganini o'rganyapsiz, tushunyapsiz. Endi boshqacha saviyada fikrlashni boshlaysiz. Va buni hikmat tarafi, ajr tarafini qo'ya turing. Alloh o'zi ajrini ziyoda qilib beradi. Alloh Qur'oni Karimda Qalam surasida 4-oyatida shunday deydi. Innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk bir xulq egasidirsiz. Sizni buyuk bir xulq sohibi qilib yaratdik deydi Alloh taolo. Yana bir oyatda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir. Ya'ni sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar uchun hamda Allohni ko'p eslaganlar uchun Allohning rasuli hayotida go'zal namuna bordir. Bu yerdagi usva so'ziga e'tibor beramiz. Usva so'zi nima desam ekan? Iqtido qilish deylikmi, ergashish, o'rnak olish mumkin bo'lgan insonlar bor. O'shalarning ichida eng yaxshisi. O'rnak oladigan odamlar ko'p, lekin ularning ichida eng a'losi ekan. Eng o'rnak olishga loyiq zot bordir, deyapti. Ana Ahzob surasida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini ta'riflayotganlarida shunday deydilar: "Men go'zal axloqni kamoliga yetkazish uchun yuborildim." Bu yerdan payg'ambarimizning darajalarini bilsak bo'ladi. Yoki yana boshqa hadislarda keladi. Sizlardan qaysi biringiz meni onasidan, otasidan ko'proq yaxshi ko'rmasa, komil ma'noda mu'min bo'lmaydi. Ya'ni juda ham ko'p yaxshi ko'rishimiz kerakligi ta'kidlanadi. Faqat yaxshi ko'rish shunchaki yaxshi ko'raman deyish bilan bo'ladimi? Yo'q, albatta bo'lmaydi. Yaxshi ko'radigan insonimizni birinchi bo'lib tanishligimiz kerak. U insonni tanishligimiz uchun mana bu yerda bizda siyrat ilmi yordam beradi. Agar siyrat o'rniga siyar so'zini ishlatayotgan bo'lsam ham siyratni qasd qilayotganimni biling. Chunki arablar siyrat so'zini o'rniga ko'proq siyar so'zini ishlatadi, ayniqsa aynan bu ilm uchun.
Turkiyada ham misol uchun siyar ilmi deb ta'riflanadi. Shu ma'noda Qur'on hadisdan o'rnak berdim. Endi bizni olimlardan o'rnak berishga hech hojat yo'q, chunki biznikilar shu darajada ko'p yaxshi ko'rishgan ekanki, g'azallar, she'rlar, baytlar, qasidalar, mavlidlar yozib yuborishgan. Kunlik salovat virdlar tashkil qilishgan. Ana shuning uchun men g'arblik olimlarning e'tirofini bermoqchi edim. George Bernard Shaw juda ham mashhur g'arblik kishilardan aytadiki, men Muhammadni insoniyat xaloskori deb atamoqchiman. Chunki ishonamanki, agar u kabi inson zamonaviy dunyo boshqaruvini, ya'ni diktaturasini qo'lga oladigan bo'lsa, yechmaydigan muammosi qolmaydi deyapti. Biz bunga ehtiyojimiz bormi? Yo'q, ehtiyojimiz yo'q. Faqat shu ma'noda aytyapman. Yana bir o'rnak beraman hozir. Goldziher degan bir odam bor. Islomga eng ko'p tanqidlari bilan mashhur g'arblik olim. Hatto u ham payg'ambarimiz alayhissalomni e'tirof etgan. Lider sifatida e'tirof etadi. Ular payg'ambar sifatida e'tirof etmaslikka harakat qilishi mumkin, lekin g'arblik olimlar ham e'tirof etgan. Endi Qur'on bilan hadis turganda biz g'arblik olimlarga e'tibor bermaymiz albatta. Xo'p, endi yana bir shu yerda bir nyuans aytmoqchiman. Bir videoda ko'rgan edim, yanglishmasam. Aytayaptiki, tasavvur qiling deyapti, biz siyrat ilmida payg'ambarimizni hayotlarini o'rganamiz. Payg'ambarimizni nimani yaxshi ko'rib, nimani yomon ko'rishlarigacha, qanday kiyinib, qanday yeyishlarigacha, qanday gaplashib, qanday suhbatlashishlarigacha, qanday turib, qanday yurishlarigacha hammasini bilamiz. Hadislar bilan, rivoyatlar bilan bizlargacha yetib kelgan. Endi payg'ambarimizni ko'p hadislarida ba'zi o'rnaklar bor, yozdirganlar, mendan yolg'on gap chiqmaydi, mendan haqdan boshqa chiqmaydi deganlar. Tasavvur qiling, deyapti, dunyoda hech kim yo'qki hayoti bunchalik yoritilgan bo'lmasin. Hech kim yo'q. Amir Temur bo'ladimi, Buxoriy bo'ladimi, Fotih Sulton Mehmedxon bo'ladimi, hammasiniki bir nuqtagacha, ma'lum bir jabhalar qamrab olingan, ma'lum bir ma'lumotlar bizlargacha yetib kelgan. Lekin payg'ambarimizni tug'ilishlaridan vafotlarigacha bo'lgan hamma on deyarli ayollarigacha, farzandlarigacha, nabiralarigacha bo'lgan ma'lumotlar bizga yetib kelgan. Va shu yerda o'sha videoda bir inson shunday degan edi. Sizga aytsak hozir, ya'ni men o'zim uchun ham buni aytaman. Agar hozir siz uchun bir kishi hamma xatti-harakatlarni yozadigan bo'lsa, hamma o'qishi mumkin, ko'rishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, siz rozi bo'lasizmi? Mendan yolg'on gap chiqmaydi, mendan yomon ish chiqmaydi, gunoh qilmayman deya olasizmi? Hech, aslo. Ammo payg'ambarimiz alayhissalomni har onlarini kitob qilib yozish mumkin bo'lgan. Chunki u yerda faqat yaxshilik bor. Joy kelganda shunchaki aytib o'tdim. Endi siyrat ilmi nima ekanligini ko'rdik, o'rnaklar berdik, payg'ambarimiz alayhissalomni madh etdik. Siyrat ilmi o'zi bizga nima beradi, nima foyda beradi desa, birinchi o'rinda Qur'oni Karimni, islomni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Chunki Qur'oni Karim payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga nozil bo'lgan. Butun olamlarga nozil bo'lgan, lekin payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni yashagan davrlarida, sahobalarining davrlarida 23 yil davomida darajama-daraja tushib bizgacha kelgan, tugatilgan yani. Ammo agar biz siyratni bilmasak, Qur'oni Karim qanday tushganini, vahiy haqida yokida payg'ambarimizni o'sha ondagi holatlar haqida, qanday islom uchun mujodala qilganlari haqida bila olmaymiz. Islomning qiymatini bila olmaymiz. Yana Qur'onni tushunishdan maqsadim, ba'zi voqealar ustida Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Misol uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Hunayn jangidan keyin, g'azosidan keyin g'animatlar, ya'ni o'ljalar tarqatilishi kerak bo'lgan paytda u yerda Qur'oni Karimda oyat bor. Uni tushunish uchun biz o'sha paytdagi tarixdagi Hunayn g'azosidan keyingi voqeani oldin bilishimiz kerak. Nima uchun tushgan?
yokida bir oyatni, bir surani nozil bo'lishiga bir sabab bor, muhim. Ana o'shani bila olmasak, to'g'ridan to'g'ri ma'no bera olmasligimiz mumkin. Bundan tashqari Qur'oni Karimda o'zi ta'riflagani kabi uswatun hasana. Ya'ni o'rnak olishga loyiq eng universal, eng yaxshi zot. U o'rnak oladigan insonimizni tanishligimiz kerak. Yana bir narsani o'rgandim. Inson hali aytganimdek muhabbatni oshirish. Inson tanigan insonni ko'proq yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgan insonni ko'proq tanishga harakat qiladi. Demak, modomiki biz bir talaba o'laroq aytayapman buni. Biz payg'ambarimizni yaxshi ko'rar ekanmiz, unda biz payg'ambarimizni ko'proq tanishlikka harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimizni yaxshi ko'raman deyish bilan bitmaydi ish. Ularni ko'proq tanishimiz kerak. Ular qaysi masalada qanday yo'l tutibdilar, qaysi holda qanday munosabatda bo'lgan ekanlar kabi harakatlaridan o'rnak olishimiz kerak bo'lgan juda ham ko'p hikmatlar bor, o'rnaklar bor. Ana aynan muhabbatni oshirish uchun ham siyrat ilmi bizga kerak. Yana bugungi kundagi muhimligiga keladigan bo'lsak, aynan nima uchun 1400 yildan beri haligacha siyrat ilmi o'qitiladi? 1000 yildan beri deylik eng kamida. Siyrat ilmi payg'ambarimizni tanishlik uchungina, shunchaki ma'lumotlarni o'qish uchungina emas, balki undan har zamon uchun darslar olishlik uchun bizga kerak. Hozirgi texnologiya, zamonaviy bir davrda insonning bir ruhiy ozuqaga ehtiyoji bor. Ana o'sha ruhiy ozuqani qanaqadir psixologik ma'lumotlar ham bor hozir, unaqa asarlar ko'p, lekin ruhiy ozuqani siyrat ilmi ham bera oladi bizga. Chunki u shunchaki xronologik bir tarix emas, balki har bir voqeada ibrat bor, har bir voqeada bir sabab bor, bir uning natijasi bor. Bizlar uchun misol va ibrat bor. Ana shuning uchun ham siyrat hozirgi zamonda ham muhim. Hozirgi zamonda deist, ateistlarning ko'payib turgan, payg'ambarni inkor qilayotgan paytda payg'ambarimiz alayhissalomni, payg'ambarimizni har qachongidan ko'proq tanishga hamda taniganda ham to'g'ri tanishga ehtiyojimiz bor. Agar noto'g'ri tanisak, noto'g'ri ma'lumotlarni olsak, noto'g'ri taniymiz. Ya'ni noto'g'ri tushunamiz. Lekin to'g'ri ma'noda tanisak, to'g'ri ma'lumotlar bilan bilim oladigan bo'lsak, ana unda payg'ambarimizdan o'rnak olishimiz kerak bo'lgan juda ham ko'p jihatlar bor. Xulosa o'laroq bugungi darsda biz siyrat ilmi nima ekanligini, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning odatda tavalludlaridan vafotlarigacha bo'lgan davrni qamrasada oldin va keyin ham odatda asarlarda bo'lishligini, siyrat ilmining foydalarini ko'rib chiqqan bo'ldik, ahamiyatini. Keyingi darsda Xudo xohlasa biz siyrat ilmi qanday shakllandi, nima turtki berdi, siyrat ilmidagi mashhur adabiyotlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.